Maşallah kelishini qarang qo'shqovchalarda akalar mana. O'g'lar qarang. Katta bomba video qilamiz, xudo xolasa. Bunga like tingin bo'ladi tashlaysizlar. Qani ketdik. Maşallah. Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli Chorva Mix obunachilari, YouTube, buqa va albatta Chorva ishqibozlari, o'zimizni ashaddiy obunachilar. Akalar, ukalar, bugun xudo xolasa yana bitta katta yangilik sizlarga. Bir akamiz uyida xudo xolasa mana yangi partiya qo'chqorlar xudo xolasa kelgan. Xudo xolasa nima deydi, nomerlardan kelgan, sizlarga chiroyli qilib syomkalarni qilib beramiz. Sizlardan so'raydigan narsa, videoni boshidan bitta like bosib qo'yasizlar. Mana shunaqangi qo'chqorlarni arzon joyidan qidirgan akalarimiz video tashlab qo'yasizlar. Xo'p, hafta kunlarimiz qadrli obunachilar, bugun haftaning 7-iyun seshanba kuni 2026-yil biz Toshkent viloyati Begobod tumani 2-sovxozda Shahboz aka xonadoniga kelganmiz akalar, ukalar. Qarang qo'chqorchilarni. Mana xudo xolasa yangi ish boshlashgan. Xudo xolasa hozir bu yoqda sonlarni so'raymiz. Nechta, qanchagacha ancha yengil qo'yib beraman deyishyapti narx-navoni. Sizlarga xudo xolasa ilojini boricha yengilroq chiqarib beramiz. Xudo xolasa olamiz degan aka-ukalarimiz mana bemalol aloqa qilib qo'yasizlar. Akalar, ukalar, videoga like tugin bo'latib qo'yasizlar. Bitta like hech kimdan pul so'ramaydi. Videoni mana shunaqangi qo'shqor olmoqchi bo'layotgan aka-ukalarga tarqatib qo'yinglar. Maşallah, bular qarang. O'tir aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Rahmat, omonmisiz? Rahmat. Aka, nechta xudo xolasa soni bu yoqda? 22 ta qo'zi. Aha. Martda tug'ilgan, 4 oylik. 22 ta qo'zi martda tug'ilgan, 4 oylik. Aha. Yeb-ichish hammasiga garantiyasi bor. Sog'lom hammasi. Xudo xolasa. Bularning yana keladigan davomi bormi yo hozircha shumi aka? Davomi ham bor. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Akalar, ukalar, mana olamiz optim joyidan degan akalarimizga 4 oylik qo'zilar mana akalar. Olib borasiz, sog'lom, hammasi dikkillab turgan, mazza qilib boqaverasizlar. Mashallah. Shahboz aka, bularni narxini olib bitta aylantirib o'ylagan, ozgina ko'rsataylik, yurgizib o'ring. Bitta iloji boricha ko'rsatib o'raylik, aylantirib yana. O'g'lar qarang ketishini, joningni orqalaridan olib qo'yaylik. Ketdi. Joning omon bo'lsin. Narx-navoziga o'tamiz. Qisqagina qilib akalar sizlarga. Bu yoqqa haydavering endi, joyiga qaytaversin aka yana. Mana bir yaxshilab ko'rib olinglar, qadrli obunachilar, shunga qarab sekin narx-navoz chiqaveradi. Mana. Avlar ketishini qarang orqalarini. Shahboz aka, narx-navolar nima qilamiz aka? 22 bosh. Kichkinasi qancha, kattasini nech bo'l, qanchagacha qo'yamiz? Kichkinalarini o'pshi 3,5 milliondan 3 million 900 gacha qo'yaylik. Bor ha bu yoqda. Keladigan odam tanlab kattasini tanlaydi, kichkinasini tanlaydi, o'shanga qarab savdosini qilaveramiz. Aytilgan narxdan ozgina kelishtirib berasizmi yana? Ozgina o'tib beramiz. O'tib berilgan joyi bor. 22 tani yo birorta akamiz chiqib, Shahbozjon menga ber uka hammasini desa, nech pulga berasiz? 22 tani bir joyga oladigan akalar chiqib qolsa. Shunaqa dehqonlarimiz ham bor, misol uchun. 22 boshni menga ber mana shu qo'zlarning hammasini desa. Hammasini chiqsa telefon qilishaversin. Aha. Telefon qilishsa, kelishtirib qo'yaverasiz. Misol uchun 5 ta, 6 ta, 4 ta mana Toshkent viloyati atroflarida olinsa, dastavkalarga yordam qilib berasiz. Mashina topib, misol uchun bir ketishga, mirseplarda yordam qilib berasiz. Misol uchun Bo'kadan olishadimi? Atroflarda bo'lib qolsa, kelishamiz. U tomonlarni kelishib, xudo xolasa akalar, ukalar ulovdan muammo bo'lmaydi. Sizlarga chetlarda o'zimizda ham mana shunaqangi mol qo'y tashilganlar topib, nomerlar sizlarga qilib beriladi akalar. Xudo xolasa yordam qilinadi. Uzoqroqdan bo'lsangiz ham men uzoqdanman, ola olmayman deb hech qanaqa o'ylanish yo'q. Bemalol telefon qilavering, xudo xolasa muammosi yo'q mana. 22 bosh, 3,5 milliondan 3 million 900 ming so'mgacha narx qo'yildi. Qo'zilarimiz 4 oylik. Like-da gumburlatib tashlaymiz akalar, like. Hech kimdan pul so'ramaydi. Tepalaridan ham roq qo'yaylik mana. Orqalarini qarang. Mashallah. Bir joyga olamiz deysizmi? Bitta oladiganga ham sotilaveradi. 2 ta, 3 ta, 10 ta farqi yo'q. Hammasi o'zida sotilaveradi, muammosi yo'q. Olsangiz bo'ldi. Davomi bor, xudo xolasa. Davomi ham bor. Olamiz degan akalarimizga mana
Qo'ylarimiz davomi ham bor, xudo xolasa mana. Oqsutar akalarimiz bo'lsa ham kelib, olib ketishsa, foydalansa ham, xudo xolasa unga ham beriladi, mana foydalanishga ham. Bemalol olib borib bozorlardan olib sotsa ham bo'ladi. Mana, qadrli obunachilar, qisqagina, sozgina video qildik. Iloji boricha videoga like bosib, videoni tarqatib qo'yasizlar. Iloji boricha aka-ukalar like bosib, videoni tarqatib qo'yinglar. Shavuz aka, sog' bo'lasiz aka, salomat bo'lasiz. Azizjon, rahmat. Xudo klientlar yoppasiga kelaversin, kelishda beraverasiz, xudo xolasa. Sizlarga ham kanalingizga omad. Joningiz Ishinglar ko'paysin. iloyim. Akalar, ukalar, sog' bo'linglar, jonlaring omon bo'lsin.